Hop. Assalomu alaykum. Bugun ikinci darsimizning birinchi qismi. Hop. Bo'lmasa boshladik. Bismillah. Injection molding machine va tonish calculation. Ya'ni tonish calculation. Hop. Birinchi o'tgan darsimizni ko'rib chiqsak, o'tgan darsimizda nima o'tdik? Introduction of plastic mold technology. Ya'ni plastic mold texnologiyasining kirish qismi, ya'ni introduction kirish qismi degan, ya'ni boshlang'ich qismi, kirish qismi, introduction kirish qismi, plastic mold texnologiyasining kirish qismi ozgina tanishgandek bo'ldik. Plastic material types, ya'ni plastic materialning turlari. Shrinkage body by the scale body. Scale body orqali shrinkage berish. Ya'ni scale body bu dasturda bir buyruq. Ya'ni biz muhim komponentimiz muhim o'lchamlariga, ya'ni shakllariga beramiz. Ya'ni qotgandan keyin u qisqaradi. O'shani hisobini olib shrinkage qisqarish beramiz. Shrinkage body o'tgan darsimizda buni o'tganmiz. Ikkita turi bor, symmetric, asymmetric turlari bor. Important 7 point, ya'ni muhim 7 nuqta. Core and cavity introduction. Core va cavity kirish qismi, ya'ni boshlang'ich qismi. Core male part, ya'ni erkak qism, erkak qism, qo'rqma, erkak qism, male erkak degani, cavity female part, ya'ni cavity ayol qismi, ya'ni ayol detal qismi hisoblanadi qolipni. Mold base and its materials. Qolipning asosi va unga ishlatiladigan material, ya'ni core va cavityga ishlatiladigan, ya'ni nima desa bo'ladi, material degani qaysi turdagi biz temirni ishlatamiz. Core'ga, cavityga, bottom plate, top plate, shularga qaysi materialdan foydalanamiz. Shularni o'tildi. Ya'ni qaysi materiallardan ishlatishimiz o'tildi. Va bugungi darsimiz boshladik. Injection molding machine requires data for mold design. Ya'ni injection molding machine, ya'ni ma'lumot, ya'ni kerak bo'ladigan, ya'ni qo'lib qilishda kerak bo'ladigan ma'lumotlar, ya'ni qo'lib qilishni boshlashdan oldin, ya'ni kerak bo'ladigan, ya'ni bilib olishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar. Xo'p, birinchisi tonnage of machine. Mashinaning tonnage nima? Qisish kuchi, ya'ni qo'libni shundoq qisish kuchi 30 tonna bo'ladi, 80 tonna bo'ladi, 100 tonna bo'ladi. Buni injection pressure ga qarshi ishlatiladi, ya'ni quyish bosimiga qarshi ishlatiladi. Buni nega bilishimiz kerak? Bizning komponentimizga mosmasmi, ya'ni uni quvvati, ya'ni maksimal qancha qo'l oladi, ya'ni 30 tonna, 50 tonna degani maksimal qo'llash quvvati degani. Sen uni maksimal 30 tonna qo'l, ya'ni qisish kuchi 30 tonna, 50 tonna, ya'ni qisish quvvatini ko'rsatib beradi. 100 tonna bizning komponentimizga mosmi, chiqarib bera oladimi bu, ya'ni qisish kuchi. Shuni aniqlab olishimiz kerak. 30, 50, 80, 100 bizning komponentimizga tushadigan olamiz va ya'ni bizning mahsulotimiz, ya'ni kompaniya degani mahsulotimizga mos kelish kerak, ya'ni chiqarib bera olish kerak. U qisish kuchi, ya'ni ushlab turib, qo'libni mahkam ushlab, uni chiqarib bera olish kerak, to'g'ri chiqarib bera olish kerak. Xo'p, short capacity of machine. Xo'p, mashinaning short capacitysi Manu screw. Manu is, ya'ni mana short capacity, ya'ni short capacity maksimal qancha quya oladi? 100 gram quya oladi bitta, ya'ni bitta, ya'ni ezgani, ya'ni bitta qisilganda qo'lib qancha quya oladi? 100 gram, 50 gram, 200 gram, 300 gram biz komponentimizga chiqarib bera oladimi? Ya'ni sizin uni bu short capacitysi, ya'ni maksimal material qancha quyishi, 100 gram qo'ya olasiz, mumkin 200 gram. Bizning komponentimiz agar 300 gram bo'lsa, u bizning komponentimiz chiqarib bera olmaydi, bizning mahsulotimizni chiqarib bera olmaydi. Agar bizning komponentimiz 50 gram bo'lsa, bu 200 gram qo'ya olsa, bitta bosganda, demak bizning komponent, bizning mahsulotimizni chiqarib bera olar ekan. Bu stanok degan, ya'ni ishonch komil qilish uchun short capacity'sini, ya'ni qancha quya oladi, bitta ezganda qancha quya oladi, shuni bilib olishimiz kerak. Stanok
yana biri tie bar distance. Hop, tie bar. Tie bar mana ular, dumaloq tie bar bo'ladi. Ya'ni tie bar biz shularni o'rtasiga mana uni masofasiga, ya'ni bu nuqtadan bu nuqtagacha qancha masofa, bu ya'ni gorizontal qancha, vertikal qancha, ya'ni enini, bo'yini qancha ligini bilishimiz kerak. Tie bar oralig'ini. Nimaki biz qo'limiz maksimal qancha o'lchamda qilishimiz, ya'ni eniga, bo'yiga qancha qila olamiz. Ya'ni mana uni orasiga tushadi deb aytsam, mana bu yerga tushadi, mana bu to'rt burchagi mana bundoq bo'lib, xullas mana bu yerga xullas tushadi. Biz o'rnatamiz qo'limizni, ya'ni mana tie barlarning orasiga kirish kerak qo'lib. Va maksimal qancha qila olamiz? Biz eniga gorizontal, ya'ni eniga qancha, bo'yiga qancha o'lcham, biz maksimal qo'limizni o'lchami qancha qila olamiz? Shu tie barlarning orasidan bilib olamiz. Ya'ni qancha qilishimizni qo'limizni shu tie barlarning orasidan o'lchab, maksimal qancha qo'lishimizni shu yerdan bilib olamiz. Sinopga moslab qilamiz. Bo'yini, enini tushish uchun tie barlarning orasini bilib olish kerak. Hop, yana bir nuqta. Maximum minimum opening of machine plugin. Ya'ni mashinaning nima? Maksimum qancha qo'llanadi? Ya'ni maksimum qancha o'chiladi? Hop, maksimum bir 500 cm o'chirishi mumkin. Minimum 150. Qancha maksimum qo'limizni uzunligi qancha bo'ladi degan, ya'ni maksimum va minimum qancha qo'limiz uzunligi bo'lishi kerak. Maksimum masalan 500 cm deylik, minimum 150 cm. Ya'ni maksimal qancha qo'llashimiz, minimal qancha qo'llashimiz, ya'ni mana bu yerda qancha o'chilib yopilishini biz bilib olishimiz kerak. Qancha qo'limizni uzunligini qancha qilishimizni oldindan bilish uchun qancha qilamiz. Ya'ni sinov qancha, minimum qancha uzunlikdagi qolip kerak ekan, maksimal qancha qoliplikdagi, qancha uzunlikdagi qolip mos tushar ekan, shuni bilib olish kerak. Xo'p. Yana bir nuqta. Ejection stroke of the ejection molding machine. Ejection stroke degani, hop, ejection mana nima desa bo'ladi? Mana bu ejection yurishi, ejection ya'ni komponentni chiqarish. Mana komponentimiz ejectiondan, ya'ni ejection strokedan kaltroq o'lchamda bo'lishi kerak. Ya'ni kaltroq o'lchamda bo'lishi kerak. Masalan, mana bu ejection stroke mana bu yerdan mana bu yergacha. Masalan, komponentimiz bu ejection yurishi 150, ya'ni 15 cm bo'lsa, ya'ni 15-20 cm ga oldinga yursa, bizning komponentimiz 10 cm bo'lishi kerak. Ya'ni ejection yurishdan, ya'ni komponentimizni, ya'ni bizning mahsulotimizni to'g'ri chiqishi uchun ejection strokedan, ya'ni qo'libni, ya'ni sinopni ejection yurishi, mana bu ejection yurish, mana bu ejection, mana qo'libni ejection yurishi. Bundan bizning komponentimiz kaltroq bo'lishi kerak. Bo'lmasam to'g'ri chiqmaydi, bizning mahsulotimiz to'g'ri chiqmaydi. Shuning uchun kaltroq bo'lishi kerak. Shuningdek, agar tushunmagan bo'lsanglar, ya'ni bizning komponentimiz kaltroq bo'lishi kerak. Ejection yurishda, mana ejection yurishda bizning komponentimiz kaltroq bo'lishi kerak. Yine
bu ma'lumotlarni injection stroke shu ma'lumotlarni qayerdan olsa bo'ladi? Sinuvni katalogi bor, ya'ni bilasizlar o'zi nima bo'lsani o'zi o'sha ya'ni narsa haqida ma'lumot berilgan bitta varaqcha bo'ladi, ya'ni mashina katalogi shu varaqchasi o'zi haqida ma'lumot bo'ladi. O'sha mashina katalogidan bu ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Bularni bitta so'rab o'tirish shart emas, ya'ni sinov egasisan, o'sha shuni katalogini bersa, mashinaning katalogini bersa, shunga moslab o'zingizning qolipingni qilsana bo'ladi. Hop, endi misol uchun biz 30 sonali injection, ya'ni qush sinovini ma'lumoti bu. Misol uchun. Hop. Taybar distance. Taybar masofasi, ya'ni o'lchami 320 ga 270 ekan. Hop. Shot volume. Ya'ni mana santimetr square emas, ya'ni cube, ya'ni square nima edi o'zbek tilida. Plus bu degani 68 santimetr bo'lsa, uchta tomondan ham 68 santimetr, ya'ni bu kvadrat, ya'ni kub bo'ladi, kub bo'ladi. 3 bo'lsa kichik bo'ladi. Kub bo'ladi, 68 santimetr kub. Masalan bizda ABS material bor, deylik, ABS material bor. Uni o'tgan darsimizda o'tgandik. Bu narsalar, ya'ni shot volume o'zgarishi mumkin quyilishida. Qanday qilib o'zgaradi? Misol uchun bizda ABS material bor. ABS material bor, или bizda ABS zichligi necha edi? Или 1.05 santimetr kub gram, santimetr kub gram. Ya'ni ya'ni 1 santimetr kubda 1 gram 0.5, ya'ni shu o'lchamda 1.05 gram bo'ladi. 1 santimetr kub. Hop, endi PP niki qanday? PP materialniki qanday? 0.90 gram, 0.90 gram. Ya'ni 1 santimetr kubda 0.90 gram. Va biz komponentimizni hajmini ko'paytiramiz. Hajmini ko'paytiramiz. 0.90 ga qancha gram bo'ladi? Masalan 68 santimetr bo'lsa, xullas 1 santimetr kubda, ya'ni kubda 0.90 gram bo'lar ekan, ya'ni 1 santimetr va 68 santimetr. Xullas hajmiga ko'paytirsak, u o'zi mana shu shot volume chiqib keladi. Hop. Minimum mold height, ya'ni minimum qolipning uzunligi 150 mm, maksimum mold height 550 mm bo'lish kerak ekan, ya'ni 550 mm bo'lish kerak ekan. Hop, injection pressure, ya'ni quyish bosimi maksimal oralig'i 125 dan 250 megapaskalgacha. Ya'ni 125 dan 250 megapaskalgacha maksimal quyish bosimi shunaqa ekan. Endi qara. Bizda detal bor deylik, xullas. 10 gramlik, atigi 10 gramlik material, ya'ni bizda mahsulotimiz bor. 10 gramlik mahsulotimiz bor. Shunday deylik, 10 gramlik shunday mahsulotimiz bor. 10 gram. 10 gram. Endi bunga 125 megapaskal qo'llaymizmi? Yo'q, bu 120 250 megapaskal maksimum qancha qo'llaydi? Bu oralig'i, ya'ni range deydi. Bu oraliq diazaponi. Ya'ni oraliq diazaponi 125 dan 250 megapaskalgacha. Hop. Nozzle diameter, ya'ni biz materialimiz shu nozzle diameterdan kiradi. U ham o'zgarishi mumkin. 2,5 mm, 3,5 diametrgacha bo'ladi. 2,5, 3,5 diametr va 300 sonali, 500 sonali sinov qo'l, ya'ni plastmassa qo'yadigan sinovlar esa 8 mm, 7 mm bo'lishi mumkin. Ejection stroke mana bu bo'ladi. Ejection stroke ejection stroke mana
ko'rsatganim, ya'ni ejection yurishi. Hop, bizi komponentimiz ejection yurishidan qisqaroq, kaltaroq bo'lishi kerak. Mana ejection ya'ni yurishi, mana uzunligida, mana ejection yurishidan bizi komponentimiz kaltaroq bo'lishi kerak. To'g'ri yaxshi chiqish uchun bizi komponentimiz ejection, mana ejector pindan kaltaroq bo'lishi kerak. Mana ejection ya'ni sinoni ejection yurishi hisoblanadi. Mana bu. Mana bu ejection yurishi. Shuni ejection yurishida mana eject komponentimiz, ya'ni bizning mahsulotimiz qo'libdan to'g'ri chiqishi uchun bizning komponentimiz kalta bo'lishi kerak ejection yurishida. Ejection yurishi 50 mm bo'lsa, bizning komponentimiz 40 mm. Ya'ni kaltaroq bo'lishi kerak. To'g'ri, shunda bizning komponentimiz yaxshi chiqadi. Hop. Ikkinchi darsimizning birinchi qismi shu. Mayli. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysanglar, tushuntiramiz qo'ldan kelgancha. Hammaga rahmat.